Assalomu alaykum, elim xalqim. Mana men juda yaxshi foyda topyapman. Bugun 8-kun. Qovoqlarim ochildi, bemalol kirib chiqib yuryapman. Og'riqlar, boshimdagi aylanishlar ham kamaydi. O'zgarish juda ham yaxshi. Uzoq vaqt bemalol ko'zingizni ochib turibsiz, ha? Bemalol uzoq vaqt. Oldin qo'lim bilan harakatlantirsam ham ochishim qiyin edi. Toliqishlar kamaydi. Hozir hech kim yordamisiz bemalol yuribsiz. Bemalol yuryapman mana. O'zim kirib chiqyapman. Tashqarilarga ham, hovlilarga ham chiqib turibsizmi? Bemalol yuryapman. Yaxshi. Bugun nechinchi kun? Bugun 8-kun. Alloh shifosini bersin. Alloh mehribon zot. Mana shu darajada og'ir kasalliklarda ham hech больницаlarda yordam bo'lmaganda mana o'zi mehribonchiligi bilan mana shu ham bir ne'matdi o'zi. Ko'zimiz ming ko'rgani bilan agar qovog'imiz yopirilib turadigan bo'lsa, bu qanaqa bir shunaqa. O'shanga Alloh taologa behisob shukronalar bo'lsin, hamdlar bo'lsin. Sizga katta rahmat. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling.